Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Sizlar bilan demak, oldingi videolarimizda semestrovka tayyorlashi tayyor dasturini ishlatishni ko'rib chiqqandik. Semestrovkamizni tayyorlab, hisobot shakliga keltirib bo'lganimizdan so'ng, demak, Xemis dasturida semestrovka oxirgi semestr natijalari bo'yicha stipendiya qilganligi uchun avvalgi semestrdagi baholarni akkreditatsiyadan odatda bittalab tekshirib chiqardik. Hozir bunga osonroq muqobil variant deb hisoblagan yo'limni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Hop, demak, semestrovka hisobotida stipendiyaga ilingan talabalarni alohida ro'yxat qilib olgandan so'ng, demak, akkreditatsiyaga kirib, aynan o'sha guruh bo'yicha sverka qilishni taklifini bermoqchiman. Mana shu kerak bo'lgan o'zimizni guruhimizni, demak, 105-23 guruhni akkreditatsiyasini, demak, to'liq guruh bo'yicha yuklab olamiz. To'liq guruh bo'yicha yuklab olganimizdan so'ng bizga hozirgi kursimizni, demak, nechta semestr bo'yicha stipendiya qilmoqchi bo'lsak, ana o'sha semestrlarda o'zini qoldiramiz. Biz endi 4 yillik fanlarni kiritib qo'yganimiz uchun faqat 7 bilan 8 ni o'chiramiz. Bizga 6 ta semestr natijasi bo'yicha o'zlashtirish kerak bo'ladi. Bu yerda demak qarzdor talabalarni o'zini olamiz. Qarzdor talabalarni o'zini demak olganimizdan so'ng qarzdor talabalarimizni demak fanlardan ko'p qarzdorligi bo'lganligi uchun bularda dublikat hosil bo'ladi. Dublikatni o'chirib tashlaymiz. Dublikatni o'chirib tashlaganimizdan so'ng o'zimizda mana shu kerakli guruhimizda stipendiyaga ilingan talabalarimizni demak ro'yxat pastidan qo'yib olib, bularni takrorlanuvchilarga bir tekshirib olsak, mana demak Habibullayev bilan Raimova demak fanlarimiz qarzdorliklari mavjud ekan. Qolgan talabalarimizga stipendiya tayinlasak bo'ladi. Hop, bu yerda qizil ko'rinib turgani yana bitta yo'li bor. Qarzdorlar avvalgi demak videolarimizda qarzdorlarni ro'yxatini shakllantirishni ko'rib chiqqan edik. Mana shu qarzdorlar ro'yxatidan qarzdorlarni olib, mana stipendiyaga ilingan talabalarni pastidan qo'yib, takrorlanishga bir tekshirib olsak, bu yerdan ham chiqadi. Endi akkreditatsiyadan yana bir marta aniqroq bo'lish uchun qaytadan tekshirib chiqish mumkin. Agar kimda-kim qarzdorlar ro'yxatini shakllantirmagan bo'lsa. Marhamat, foydalaninglar.